Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan hurmatli udum kuzatuvchilari, ko'rishingiz mumkin, ikkita mijozimizga Isfaxon Turetskiy Madonamizni ikki xil rangidan, ikki xil gulligidan ko'rpachalarini, yostiqlarini tiktirib tayyorlab berganmiz. Birinchisi bejiviy rangidan 6 ta 3 metrlik ko'rpacha, 6 ta 60-60 yostiq, 4 ta anjir yostiq, 4 ta lo'li yostiqdan tayyorlab berganmiz. Va ko'rishingiz mumkin, mana bu gibrid rangidan, yangichasidan 4 ta 2,5 metrlik ko'rpacha, 2 ta 3 metrlik ko'rpacha va 4 ta mana bunaqa 60-60 yostiqdan tiktirib tayyorlab berganmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, 1 daqiqa vaqtingizni olaman, kamerangizni olib kelinglar. Ko'rishingiz mumkin, mana bu ko'rpachamiz ketiga popik qo'yib tayyorlangan. Mana popik qo'yib tayyorlangan. Mana bunisiga olib keling kamerangizni. Arqon qo'yib tayyorlangan. Ko'rishingiz mumkin. Qaysi chiroyli chiqqanini, arqonmi yoki popikmi? Kommentariyga yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun qiziq. Albatta sizga ham shunaqa asl matoli ko'rpachalar kerak bo'lsa, O'zbekistonga 12 ta viloyatga udum jamoasidan dastlabkasi mutlaqo tekin.